Davlat xizmatchilarini ommaviy axborot vositalarida obro'sizlantirish yoki uning sha'ni va qadr-qimmatini kamsitish ma'lum bir javobgarliklarga sabab bo'ladi. Shu jumladan O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi hamda O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodekslari ushbu harakatlar uchun jinoiy javobgarlikni hamda ma'muriy javobgarlikni keltirib chiqaradi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 40-moddasiga muvofiq tuhmat qilish hamda 41-moddalarga muvofiq haqorat qilish nazarda tutiladi. Ya'niki tuhmat qilish ma'lum bir shaxsni bila turib sha'ni va qadr-qimmatini qasddan kamsitish bu tuhmat hisoblanadi hamda Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga ko'ra bu bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravardan 60 baravargacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Ya'niki jahon internet tarmog'ida hamda ommaviy axborot vositalarida davlat xizmatchilarining sha'ni va qadr-qimmatini qasddan kamsitish ma'muriy javobgarlikka sabab bo'ladi. Agarda ushbu harakatlar 1 yil davomida takroran sodir etilsa, bu O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 140-moddasiga muvofiq javobgarlikka sabab bo'ladi. Ya'niki Jinoyat kodeksiga asosan, demak, ma'muriy javobgarlikka tortilgandan keyin yana bir marotaba davlat xizmatchilarini obro'sizlantirish va uning sha'ni qadr-qimmatini kamsitish bazaviy hisoblash miqdorining 200 baravardan 400 baravargacha miqdorda jarima solishga hamda 360 soatgacha axloq tuzatish ishlari hamda 3 yilgacha ozodlikni cheklash jazosi bilan jazolanadi. Shu bilan bir qatorda haqorat qilish ham xuddi shunday javobgarliklar sabab bo'ladi. Demak, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41-moddasiga muvofiq haqorat qilish, ya'niki yolg'on uydirmalarni tarqatish bu bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravardan 40 baravargacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Xuddi shunday qilmish 1 yil ichida yana takroran sodir etilsa, bu O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 139-moddasiga muvofiq jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Ya'niki ushbu moddaga muvofiq internet jahon tarmog'ida, nashrlarda, ommaviy axborot vositalarida qasddan, demak, sha'ni va qadr-qimmatini kamsitish, yolg'on uydirmalarni tarqatish bu jinoiy javobgarlikka sabab bo'luvchi omil hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda aytish mumkinki, Instagramda, Telegramda, Facebook va shu kabi ijtimoiy tarmoqlarda kommentariy yozishda ehtiyot bo'lishga chorlab qolamiz.